Qizlajonli, bular nima deyapti? Hammasi 18+, hammasi feromonlarmi? Qizlar, mana biz spreylarimizni xuddi mana shu sochga sepadigan sprey olib kelgandim-ku mana. Xuddi o'sha birga bir, faqat unaqa ko'rinishda emas, sprey ko'rinishda chiqqan. Hidi parfyumni kechgacha turib beradi. 100% javob. Mana bunaqa gel dushlarimizdan ham keldi qizlar. Bular ham feromonli. Ishonavering, buni sepganingizdan keyin eringiz aniq yoningizdan keta olmay qoladi. Mana bunaqa intimniy maslalar keldi. Buni hidi, vau. Bu kechgacha bemalol zo'r hid taratib turadi. Buni mana bunaqa parfyumli atri ham bor. Shunaqa hidi zo'r ekan. Buni rozovisi ham bor qizlar. 18+ biz bular hammasi feromonli. Parfyum qizlar hidi ko'p turadi. Victoria's Secret'dan losyonlar keldi. Bu ham feromonli, hidi zo'r ekan. Keraysiz shampunimizni aytmasam ham bo'ladi. Hidi вообще zo'r.